Assalamu alaykum qarindoshlar. 500-ning 5 darsiga xush kelibsiz. Bu qism darsimizda biz 500 5 scriptga matematikalik, arifmetikalik amallarni o'rganamiz. To'liqsiz yoki boshlang'ich. Boshlang'ich bo'lishi mumkin. Boshlang'ich o'rgangan arifmetikalik yoki bo'lmasa qo'shish, elish, ko'paytirish, oddiy gap bilan desam, bo'lish, qoldiq qilish deganni shu 500 yozishni o'rganamiz. Hamda oldingi qitim darsningki davomsiz amallarni qo'shishimizga sabab keyin biz texmo shartlik belga shartlik jumlalarni o'rgangan chog'da bu amallar intayin asqatida. Shunga bu darsda amal dastlabki asosiy amaldan boshlaymiz. Endi biz tonish qo'g'ini masalan qo'shish bor. Biz uni qo'shish deb olaylik. Bir-birini qo'shish 2 deb. Uni so'zlashdan burun bu 5 dan nurg'unlagan ifodalar bor yoki buyruqlar bor. Buning ichida biz matematikalik amallarni ishlatadigan EXPR buni baho shaklida yozay. EXPR bu expression degan gap ifoda, bir ifodalash. Bu EXPR buyrug'idan foydalanib qanday qilamiz deganda dal shu qo'shish ilish ko'paytirishni ishga oshiramiz. Masalan, o'ng tarafki terminaldan bevosita 4 qo'shilgan 4 deb yozsak, bu to'lmaydi. U tushunmaydi buni. Shunga biz shuni tushunadigan buyruq qo'yamiz. Buni EXPR 4 orliq qoldirib qo'shimiz 2. Anda 6. EXPR 5 qo'shimiz 7. 12 dedik. Bu qo'shish. Endi ilishchi o'xshash. EXPR 5 olimiz 1. 4 shunaqa 1 dan 5 ni olsaqchi? 1 olimiz 5 ni olsaq orliq qo'ymay yozib qoldim shu. EXPR 1 olimiz 5. Minus 4 shunaqa? Minus plus 4. Buni tozalabday. Endi qo'shish, ilish nayta oddiy-g'o, uni ilish hamchi ko'paytirish. Ko'paytirish. Multiply yoki multiplication deydi inglizcha. Ko'paytirish. U qanday desak, EXPR nurg'unlagan program tillarida yulduz belgisi ko'paytirishning belgisi. Ammo 500 qilinadigan emas. Masalan, 5 ga 3 ni ko'paytsak deganda yantu siziq solg'i yantu. Anandagi yulduz belgisi. 3 ko'paysa qanda 15. Hargizmi 5 ko'paytirilgan 3 deb qo'ysak to'namaydi. Uning ko'paytirishning belgisi qanday ekan? Yantu siziq ko'paytirish. Qag'ini o'xshasha qo'shish elish degan. Endi bo'lish. Bo'lish degancha bo'lish bu o'ng'i yantu siziq. XPR o'xshash XPR ishlatamiz. Masalan, 10 ga 2 ni bo'lsakchi 5. Shunaqa 10 ga 2 ni bo'lsak. 1 ni 2 ga bo'lsak necha? Yarim degandek shunaqa. Endi mana bir ahvol bor. 10 ni 3 ga bo'lsakchi qoldiq deb bir qoldiq qoladi-ku. Bu qoldiq qanday hukm deganda butun bo'linmay eshib qolgan qoldiq qildi. Qoldiq deymiz. Boshlang'ich degan hukmmi? Qoldiq. Buni persent belgisi bilan ifodalaymiz. Ko'pincha program tillarida persent belgisi bilan ifodalaydi. Masalan, nega yozay? EXPR 10 ni 3 ga bo'lsak, ma'ning bo'lishib qoldi. Qancha qoldiq qoldi 3 ga bo'lsak desak, 3 ga bo'lsak qancha qoldi desak 1 chiqadi. Chunki 1 3 ga bo'linib 3 ga bo'lsak 9 1 seshib qolishamiz. Chunki butun bo'linmaydi degan gap. Butun bo'lingan bo'lsa necha chiqadi? Masalan, 10 ga 2 ni bo'lsak qizil chiqilish kelsa buyruqni to'lamaydi demakchi. EXPR 10
Ne? 2'yi bölsek-chi? 0 chiqadi, chunki qoldiq qolmaydi. Tushuninglarmi? Buning muhimligi nada deganda bir sonningki taqson jupsonlikni ifodalaydi. Shu qoldiqni. Qoldiq qolsa taqson, qoldiq qolmasa jupson. Deb keyin shu logika bo'yicha shuni bak ishlaydi. Bugungi dars mushagicha eng avval oddiy qismidan o'rganib turaylik. Ko'proq mashq qilib, keyingi soatda biz texnik cho'nqurlab kiramiz.